Bugünkü istağa hürmetli vatandaş. Şükürün 24. yıl 8. ayının 2. gün haftaga cuma vatandaş. Endi xabarimiz mana shunday. Yuqorqi qisqa xabarlarga o'xshash bu mavzu, ayrim mavzu, buna diqqat qiling vatandaş endi. Beijingda chatoq chiqdi. Mavzuli xabar 8. ayının 1. gün Vanvi tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yozma shakli. Xabarlarning video film xabarlarining yozma shakli. 3. umumiy yig'inning oldi keyingi Jungo Kompartiya siyosiy byurosi to'g'risidagi xabar quloqdan nari ketmadi. Balki texmi ko'paydi. Vaziyatni kuzatuvchilar shunga diqqat qildiki, yaqindan beri Jungoda aloqador matbuotlarning xabarlarida o'zgarish hosil bo'ldi. Xi Jinpingning har qaysi matbuotlarning bosh titonida o'ng taraf va so'l taraf titollarda ko'rilish nisbati zo'r darajada ozayib ketdi. Her xil alomatlar shuni oshkorlab berdiki, Beijingda haqiqatan bir o'zgarish yuz berdi. 3. umumiy yig'in va yig'indan keyingi Jungo jamiyatida yuz bergan o'zgarishdan qaraganda Xi Jinping Limbiao paytlari degan paytga yetib keldi. Bir nafar YouTuberning statistikasi shuni oshkorlab berdiki, 3. umumiy yig'inning oldi keyinda partiya matbuoti Rimribao, ya'ni Xalq gazetida Xi Jinping to'g'risida xabarlar 75% ozlab ketdi. Ozodlik armiya gazetida ham o'xshashlar. U da bir necha kungacha Xi Jinping to'g'risida xabar e'lon qilinmadi. Mustaqil film ishlagichi Legend mundaq tahlil qildi. Navbatda Jungoning iqtisodiy vaziyati va siyosiy vaziyati nacharlashib ketdi. Xi Jinpingning maydon turib o'ylab ko'rilsa, o'zining besimini azaytish uchun ish qilmay Xi Jinping yetib oldi. Boshlim degan to'q jigar kesili dedik, oni dedik yetib oldi. Bu yerda ham besimga bardoshlik berolmay yetib oldi. Xi Jinping yetib oldi, juma yetib oldi deyishga bo'ladi. Chet elda faoliyat qilayotgan siyosiy obzorchi Chigojun tahlil qilib munda ko'rsatdi. Hozir xilma-xil xabarlar o'tirib chiqishga boshladi. Beijingda zodi nima ish yuz berdi? Zodi bilolmadik. Lekin aloqador matbuot xabarlariga va yaqinda yuz bergan ba'zi alomatlarga bog'lab tushundirsak, Jungo Kompartiyasining ichki qismida nima ishning yuz berganligini his qilamiz. Mümkünlük aniq bo'lgan bir ish, balki partiya ichida o'qituvchilar ovora qilgan bo'lishi mumkin Xi Jinpingni. 3. umumiy yig'inda 2 yil burungi ahvollar qarama-qarshi holda eng oxiri bir murassaga kelish yuz bergan bo'lishi mumkin masalalar to'g'risida. Tashqari dunyoda nim bo'l siyosiy jihatda yuz bergan inchki o'zgarish, tashviqot, targ'ibot asla o'xshamaslik yuz berdi. Ana xilma-xil tashviqotlarni, targ'ibotlarni kuzatayotgan odamlarning ko'z qarashi bo'yicha bo'layotgan gap. Jungoning navbatdagi siyosiy vaziyat to'g'risida chet eldagi siyosiy obzor Jangji tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. 3. umumiy yig'in va 3. umumiy yig'indan keyingi Jungo jamiyatidagi o'zgarishlardan qaraganda Xi Jinping dal hozir Limbiao paytlariga yetib keldi. Limbiao paytlari degan zada nima? Zada qandaq payt? Jungo Kompartiyasining yuqori qatlamida hukmronlar ichida fikr o'xshamasligi va fikr ixtilofi yuz berganda va shu sababdan paydo bo'lgan aloqsodichilik, ba'zilarning kaskin harakat qilishga majbur bo'lishi, oxiri siyosiy vaziyatga yemirilish xarakterlik zarba elib kelishi va elib keladi desangiz, kona davr oxirlashadi, yangi davr boshlanadi. Limbioni bilasizlar, demak, markaziy hukumat Jongdan hayda hozir ziddiyatlar o'tirib chiqdi. Onun ko'z qarashi bu, tashabbusi bu, buning fikri, o so'zi bu.
bu fikir o'xshamaslığı, tashabbus o'xshamaslığı. Meselenin tekti biz bu meseleni qandaq hal qilamiz, qandaq hal qilish uchun munosabatli taraflarga, xalqaro taraflarga qandaq javob beramiz. Hal qilmasak bo'lmaydi. Hal qilsak besimda qolamiz. Mamlakat Jungo mamlakati ichida. Hal qilmasak besimda qolamiz. Tashqari dunyo, g'arb dunyosining oldida. Biz mana shunga keldik demak, partiya ichida kurash boshlandi. Fikir g'ulg'ulisi boshlandi. O'xshamaslik, ya'ni o'xshash maydoni o'xshamaslik boshlandi. Shundaq bir paytda boshda aytdik, Xi Jinping yetib oldi. Vazir Li Chang o'tirg'i chiqdi. Zadi kim qo'l qo'ydi, kim imzo qo'ydi degan masala bo'yicha biri qechiyotdi, biri oldiga chiqyotdi. Vaziyat Jungo vaziyati balki Beijingdagi o'zgarish dal mushu mo'minqa, mushu muhitqa kirib keldi vatandosh.